Uyg'urlikdagi qora ko'langa. Abdori Abduvali Ayub. Yaqinqi kunlardan beri taratqularda tugilgan peti qazo qilgan bir qaraga o'rangan ayolning rasmi eqib yurdi. Men bu rasmni ko'rgan yerda yuyib mangdim. Bahrlik uchunmu asosan cheklavatdim. Mushundaq bir facianing paketini xuddi 5 putliq paqlarning rasmini yo'llagandek avatishib tamasha qilayotgan kishilarning insonligi menga dargumon tuyuldi. Torlardagi marhumga bag'ishlangan Allah shehidlikni qabul qilsin. Yenida atlasdak bir raq turdi. Barmoqlari zikrga tamshilib turibdi degan qurlarni ko'rib, texmi ko'nglim yerim bo'ldi. Uyg'urlarda jihodchilik bormi degan yozmamdan keyin ayrim uchurlarni topshirib oldim. Namozim, aqidam va aqlimdan gumon qilganlar chiqib turdi. Deyilishicha, men xuddi namozdakla farz qilingan jihad ibodatini inkor qilgan emishman. Gap qilib tushuntirib bo'lolmay, oxiri cheklab, sukut qilib, beparvo bo'lib qutulgan bo'ldim. Halbuki bugun yozg'uchi Kurash Ataxonning ismimni atab, ostiga Fırat bo'ylarida xorizor bo'lib tinab yurgan qarindoshlarimizning rasmini chiqarib qo'yishi yana yurakni azdi. Yaramni tatiladi. Deyilishicha 2000 dan ortiq Uyg'ur cho'llarda xor. Mening Fırat bo'ylariga jihodga ketgan qarindoshlardan xabarim bor. Hatto menda ularning va qora ko'z farzandlarining tizimlikimi bor. Men 2015-yili avgustning oxiridan boshlab İstanbul ko'chalarida telefonni quliqiga emas, og'ziga tutib so'zlaydigan, uzun soqol qo'yib, burutini qirqivatgan, ishtonning pushqiqini qisqa kesib, choshni uzun o'stirgan yoshlarni ko'p uchratdim. Ularning og'zidan qaysi jamoatning afzalligi haqida talash-tortishlar uzilmaydi. Bu yo'lni to'sish uchun yezishga tutingan bo'lsam-mu, do'stlarimdan tanbih ilib to'xtab qoldim. Hijrat jihad borida Turkiyadagi bir o'tirhal yo'l tutadigan olim bilan ko'rishgandan keyin vatanga qaytib, aeroplanlab kelayotganlarni hijratdan to'smoqchi bo'ldim. Ammo Xitoyning yana tutib qamab qo'yishidan qo'rqdim va qo'rqituldim. Vatandan qirni buzgan saldak eqib kelayotgan bu kishilarni to'sish uchun qalam ko'rishi qilmoqchi bo'lib, xalqaro jihadizmning manbasi haqida izlandim. Uyg'urlarda avj olgan jihadizm harakati va xalqaro jihodga askar to'liqlash uchun targ'ib qilingan hijratning manbasi Hasanul Banna, Said Qutub va Mavdudining fikrlariga taqishatdi. Bu 3 kishining fikrlari chegaraning ichi va teshidagi Uyg'urlarda din deyilib o'qitilmoqda, tabliq qilinmoqda edi. Uyg'urlar eng ko'p diniy ta'lim olgan Pokistonda Mavdudi fikrini targ'ib qiladigan islom jamoati tashkiloti Uyg'ur ulamolar ilmining Makkasi deb madilaydigan Misrda Hasanul Banna qurgan musulmon qarindoshlar tashkiloti diniy tushunchalarni zarratlab turadi. Bu ikki tashkilotga tava matbuotlarning kitoblari
Uyg'urlarda diniy kitob deyilib, to'xtamay nashr qilinib turadi. 2016 yil Said Qutb şehit qilinganligining 50 yilligiga atab Uyg'ur tilida kitob nashr qilindi. Bu kitob shu yil nashr qilingan dunyoda Said Qutbning şehitlik xotirasiga atalgan yagona asar bo'lib qoldi. Uyg'urlar davlat deb ataydigan, arabcha qisqartilmasi Daesh deyiladigan xalqarалық terrorlik tashkilotiga nom bo'lgan islom davlati degan uqumni Said Qutb o'tirg'i qo'ygan. Dunyoda islomizm, jihadizm, siyosiy islom deyiladigan bu tushunchalarning targ'ibchisimi shu Said Qutbdir. Mushu to'qinoqni yashmaganda Uyg'urni Suriyadan to'siydigan mudofiani hosil qilg'ili bo'lmaydi. Shu sababdan men Uyg'urda qutbchi islom, bir nafrat qo'llanmasi, oshqulliqqa o'lji balalar degan 3 parcha maqolani yozdim. Xalqaro jihatchilikning Uyg'urdagi ta'sirini tugutishda uning kelgusidagi qurbonlarini hidoyatga boshlashmo zarur edi. Buning ochqichi ma'rif bo'lib, balalarni madrasalardan maktablarga boshlash shu hidoyatning bismillasi edi. Men buni hal qilish uchun Turkiyadagi Uyg'ur madrasalar degan maqolani yozdim va uni Turkiyaning davlatlik Uyg'urcha anglatishiga programma qilib hozirladim. Turkiyadagi madrasalarni tekshirish va bir madrasada ishlash jarayonida o'ylaganlarimni o'qimaslik gunoh, 100 yil burungi shvedlar va bugungi Uyg'urlar, Uyg'urda ma'rif masalasi va choralar, 1000 yillik savoq, haqiqiy zindon, bosh amon bo'lsa degan temalarni yozdim. Bu yozmalarim va nutqlarimning Turkiyadagi jamoatchilikda ziyni bo'ldiki, asosan foydasi bo'lmadi. Men asarlarim orqali ularga hujum qilayotgandek tuyg'u berib, texmo bezorlik paydo qildim. Uyg'urning jihatchilik ishtiyoqi mening tirishchanligimning ta'sirisicha kuchaydiki azaymadi. Men bu yo'lda tirishqancha jamoatning va kattalarning qo'llashidan ayrilib qoldim. 2017 yili Ramazonda Qaysaridagi qarindoshlarni yo'qlab, maktabda va madrasada yaxshi o'qigan bolalarni mukofotlab qaytib kelib, bir shum xabarni angladim. 58 oilalik Uyg'ur Suriyaga Daeshga qatnashqili ketibdi. Jihatchilarning eng kichigi texi 40 kunlikmi bo'lmagan bovoq ekan. Surishti qilsam, ularning ko'pinchisini taniydi ekanman. Ularning ichida qaraqashliq bir tog'imiz va ko'rlilik bir akimiz bilan hol-mung bo'lgan edik. Ko'rlidan chiqqan akimiz bizni nashti qildirgan edi. Ota-onasi bilan ketgan ba'zi sabiylar tizimliki hiligacha daftarimda turibdi. Est. Kimlarga xor bo'lgansan, qora ko'zlarim. 2000 dan ortiq Uyg'urning iztirobda tinab qolganligi bugun yuraklarni tilg'ab, yaralarni tatilamoqda. Bu qarindoshlarni biz Xitoyga o'xshash bir uchum kishilar deb rad qila olmaymiz. Uyg'urning yetakchisi, payg'ambarimizning varislari, ilm ahli hisoblangan bizlar
bu məsuliyyətdən ikkili dünyada qeçib qutulolmaymiz. Çünki biz bir Uyğur aydınları, Şərqi Türkistonluq olimlar bo'lish sifatimiz bilan birər bayonot e'lon qilib, jamoat sifatida ularni to'sib baxmadik. Suriya tashabbuschilarining tashviqot kitoblariga, risolalariga qarshi turadigan asarlarimiz bo'lmadi. Maxsus yo'llig'ichi tashkilot o'ttirg'i chiqdi. Ammo maxsus to'sug'ichi jamiyat maydonga tushmadi. Mana endi biz shu cho'llarda sarson Xitoyning qo'lida payxon bo'lgan qarindoshlar oldida faqatla mag'lubiyatimizni e'tirof qilishdan boshqa choramiz yo'q. Gerçi hozir jihodchilik haqida tanqid yoza oladiganlar maydonga kelgan bo'lsa-mu, hech bir amaliy kuchi yo'q. Undaqlar yozgan asarni aslida jihodchilikqa qiziqmaydigan kishilar o'qiydi xolos. Mencha xalqaroliq jihodchilik va uning askarlik chaqiriqi bo'lgan hijratchilik Uyg'urga qora soydak agashkini agashgan. Bu soyini din deb qaraydigan allamilar namozdakla farz qilingan jihad ibodatini inkor qilgan degan qalpoqni kiydirib, har qandaq aqlni asnatib, har qancha shosh-ruhnimi lol qiladi. Uyg'urning qalbini bu qor tumandan, bu qabohatlik jallatdan, bu izitqa olvindan ozod qiladigini o'limalarimizdir. Mencha bundaq ikkili dunyoda iqbolimizni yo'riq qiladigan, bizni do'st dushmanning oldida izzatlik qiladigan, milliy burishning o'ttisidan ilohiy ilmlardan bexabar yetakchilar chiqolmaydi. Uyg'urlikni bu jallat ko'langidan qutqizmay turib, jonlarning amonligi, aqllarning sakakligi, ruhlarning uyg'oqligi amalga oshmaydi. Uyg'ur aql bo'lmay, aql bilan uyushmay, taraqqiyotga, zamonga, ilmga uyg'unlashmay, Uyg'urlikda uyg'onmay turib, hurlikning oshiqi emas, avaris bo'lishdan qutulolmaydi. 2019 yil 25 mart İstanbul